Var. Yedichiga javob, javob. Bo'l, savolga javob bo'lsa. Ko'rsamisizlar? Bor. Qancha ketdi? 240 mingga sotildi to'g'ri. Ya nariga bir jetalab qo'ychi. Buyoqqa bir jetalab qo'ying buyoqqa. Pastga. Pastga. Voy. Tutsaydi. Qo'ldan salam. 240 ming so'm. Bola kim olsa ham uyat to'g'ridan Qancha bo'ldi? 240 ga ketdi 240. 7 oylik to'y. 7 oylik. Assalomu alaykum, bizning Dostoy kanalining ko'ruvchilari. Bugun Jag'in ovqatdagi Jilqi bozoriga kelib qoldik. Buyursa jilqilarni tartamiz qo'ldan kelishincha. 2023-yilning 22 fevral onlar. Assalomu alaykum. Qanchada o'tasiz buni? 300 ming so'm. Jashicha. Canası. Jetide. Qayerdan oti bu? No'g'atqi. Yaxshi. 300 ming so'm ekan. Bo'yi qancha chiqadi? 160 plus. Telefon qaltirasizmi? Ha. 58 ming. 60-91 nomeri yok. Baylanish ko'rasizlar, jaqqan bo'lsa da. Maşallah. Qancha kemin puli? Bilmaysanmi? Qancha davot tur ekanmi? Qancha davot turmi? Sekiz euro. 99 ming davot tursin ular. 8. Maşallah. 100. Dostu жақсына тарты. Ya aldыра айдап turchu. Voy, birov atın qo'ysana. Qanaqa yerdan qoldi? Qiziga gazet. Sol. Ha. Sol. Mana qayda? Maşallah. Жақсы жоғары. 8. Qancha kemin pul aka? Boshini aytib qo'ying, pulini siz tortgan. 200 ming. 200 ming so'm ekan. Ko'kat qanchada o'tasizlar? 300. 300 ming so'm ekan. Jash qanday bunaqa? 3 yosh. Kuchli narsa ekan.
Ne sana ben de. Kim ko'rgan bo'lsa, telefon nomeri 704 Qancha beradi boğazın? 105. Onu başta koyalım. ko'rgan bilganda Yaşı qanday ekan? Stolka ziyaran satmaz vardı o zaman. Yok mayli, men bu yangi otdim aka. Bu yangi olsa men ko'rsatib qo'y. Maqtayar o'sha. Yo'q, maqtavoyim men, ko'rsatib qo'y. Mana maqtavoyim. Mana. Qo'ymagatni men dotay bo'lishmoq. Tekse men teversin. Qo'y tepasi qo'y o'ziman ketdim. Men o'ziman ketib kelgandim. Bu toy var ekan. Toy. Qanchada odasiz? Aytib qo'y. 250. 250 mi? Kemi var ekan. Şu tay 210 mingga chiqdi to'g'onlar. Qaysidan olding? Ondan alıp koydum. Soda qizida. 4 bin aldım. Ana bu kadar. Do'stlar do'stlar. Oğlum çon al. Aslında. Kaça alın pulu? Kayda sağ ol. Macerda vavoldi. 3 tun desek. Kaç bolum eğnep koydu verin. Ulan şişe ol 5 koşunuzlar aga. Koştu. 25 girdin. Yana 5 bin koşunlar. Yana 5000, aşı 30 lira. Verin ay. Endi hozir men chiqarib o'rganda menga yana 5000 qo'shtirishdi. 5'ten kaç var? Yo'q. 30 ona oyakni odam aytdi. Mandayla aytib qo'ying, mancha olsa oldim. Ya 30 ga bo'ytlar. 50 ga aka, Ama yomon tikalarni. Men qarsam. Yarashma turasiz sizlar. Yo'q 30 ga. Hey! Aka siz 30 ga. aka jo'nturch akasiz. Ukasizmi aka? Qo'ychangmi? Qo'yt aka unda. Qancha aka? 70 60 ming so'rab tur ekan. 30 so'rab ikkala 100. Buni al gazdan bosib. Gaz berma, daraxtdan jeberasan. Gaz berma. Bor aka, bering. Chep, 5-4 mingdan ichib ololmaz, yaxshi pul qo'shib beryapti. Indamay 30 ga deganda keyin chiqdi bu. Bizi qaytmadi. Ular meni oldimdan chiqqan yo'q. Bizdan chiqdi. Hey, bersin. Acaba. Bering bizdan foyda ko'raylik. Bering endi. Mana shuncha Biz ne qilamiz aka? 230 mingga qulun aka, qulun. Buna 30 bo'lsa 30. Bor. Yeni bo'ldi. Bular aka. Yeni to'xtatsan ham foyda. Buna uratamiz. Tutma, qana bermay qo'y aka. Bering ham o'sha 230 bor. Aka, bundan buyog'lachi. Bu go'shtlar ketib qolgan bo'lsa, o'sol bo'lsin qiladi. Buni 230 ming so'm hisob berdi. 170 mingdan ustida berdik, ey bro. Qancha 60 ming foyda. Siz hep biz dehqon o'g'lida bo'lamiz. Oldu 30 o'g'lim. 30 ming so'm beradi. Sanchilayman. Bora. Gapni olgan bo'lasizmi hojatda? Bu siz nimangizga bo'lib qoldi? Xursandmisiz? Bering. Qo'y beraman dedingiz. Nima? 20 ming so'm pul qo'y beramaysiz. 60 ming so'm qo'y so'rayapman. Xursandmisiz? Aytgan sotasiz ekan. Hojatda unday emas-da. 250 ming dedi, 230 ming pul beryapman. Bo'ldi. Bo'ldi, bering endi. Xursandmisiz? Bor baraka, xursandchilikdan bersangiz oldim. Bor. Xursandmisiz? Bor baraka deyman hojat. Qo'yishga 20 ming qo'yapman ondan. Qancha qavarib to'xtaldi? 170 ming bozordan oshib qoldi. Ko'shdi. 3 odam gapini 30dan bir gap oling. Aka bo'ldi 30 mingga. Acaba berasizmi 60 ming so'm? Bor baraka. Berasizmi? Tikalanmas aka, tikalanmas aka. Qo'yib pul qo'shib qo'ydi. Bloger Maksim Betman.
Bilen bu adam. 215 lira oldu. Başında aka. Bu da başı güldü. 50 Dur yarım saat. 35 mi? Aka. 35 bir an. Hey. Gap olasın. To'xtat. Gap oldirim. Ben gap. Yok, to'xtat. Aka. Nima qilamiz? Biz hoji. Gap oladigan bo'lsa sanlar ham gap indamay. 10 ming so'm o'tdi. 40 ta bo'lsa beramiz. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Gapim oladi shunday. Yine koy veremem dedim. Bering ham, ey. Gap qo'shmayapti. Ya 10 ming o'tib bera olmaysiz men aytgandan bering. 5 ming qo'shing. 10 ming qo'shasiz. Ya unamasa nima qilasan? Hozir toza 5 ming so'm emas, 40 pul edi. Chechatda 40 pul edi bo'ldi. qo'shmaydi. Bering Ya 35 kaççı oldu? Ha 35'ga ha. 35 kaç oldu? Qo'yvaringlar olmaz. Shuncha mehnat qilib qo'yib. Qayerda ketmayapti? Aytda qaridan. Olsa 45 demayın, ey. Berchi. Ber aka. Bor. 40'a. 45 hazmaydi. Yebitchiga javob, ha? Javob. Bo'l, sog'lig'iga javob bo'lsa. Ko'rsamisizlar? Bor. Qancha ketdi? Çıkmadı. 240 mingga sotildi to'g'ri. Ya naraqa bir jetalab qo'ychi. Buyoqqa bir jetalab qo'ying buyoqqa. Pastga. Pastga. Voy. Tutsaydi. Qo'ldan 240 ming so'm bu. Bo'lar. Kim olsa ham yo'q, to'g'ri. Qancha bo'ldi? 240'a ketdi 240. 7 oylik to'y. 7 oylik. Aytonim qo'shib. Baron chiqadiganda baron. Qanchaga sotdingiz aka shuni? 75. Baytal mı bu? Erkek. 2 yaşlık şu da. 2 yaş. Taylar qanchadan ekan aka? Taylar. 45'ten mi? 45'ten de odası. Hem var. Kimi var? 40 ming kami. O 40 mingde. Berbedim o'zi. Semiz qilsam. Yaşı qanday bunun aka? Ulan. Xunan mı? Qanchada odası? 100 ming so'm. Biz tatmadan keyin. Biz tatmaca. 36 yarım bo'lib tur şu erkekday. Satılıptır. Asiyat. Qancha ekan bu polo? 400 ming. Yaşı qanday? 5 yaşar. Yaxshi. Sizniki qancha ekan polo aka? Ha, janob tortdimi? Bu yerda bog'liq